Yo, barcha salom do'stlar. Sizlar bilan men Jeki. Bugungi videom juda ham qiziqarli degan o'tgan. Agar bilmasam, let's go. Siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Men maktabda bitta bola bilan bahslashib qoldim. U ham menga o'xshagan bloger. Uning obunachilari 200 ta. Qani biz o'shandan ham o'tib ketib 300 ta qilaylik. Men sizlarga ishonaman do'stlar. Voy pechkaga girib ketdim. Va hozir ana qani bo'lmasam survivalga o'tamiz. Ana qani bir poliz ekinlarimni yig'ishtirib kelay. Voy mening narsalarim katta. Ana bular ana aytgancha bugun oylik oladigan kunim. Bugun mazza qilib qaranglar, men yangi uy oldim, yoqdimi? Mana bu yerda musor tashlagich ham bor. Ko'rinishidan oddiy uyimni eski uyimga o'xshaydi, lekin boshqacha. Voy, qayerga ketyapman? Polizim bu yoqda-ku. Hop, parkur. Hop, ana parkur. Shularda parkurchi bo'lib ketyapman. Ana, hammasi chotki, motki bo'lyapti. Ana. Ana, hammasi chotki. Siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Biz o'sha boladan ham o'tib ketishimiz kerak. Qani mening obunachalarim zo'rmi yoki uni? Tez. O tarafga sabzi. Yo parkur qilib Hoppa. To'xtang, bittani yuboray. Juda ham mazali ekan. Ketdim, bularni janob menga berib kelay. Biroz kerak. Me. Voy, Galim aka. Kechirasiz, Galim aka. Bir safar tegmang. Endi men uyga qaytdan boramiz. What the fuck? Ko'ryaptimi Galim aka? Ana shu turibdi. Sekin asta o'tib boramiz. Mana shu yerlardan sekin. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom, Jeki. Poliz ekinlarni olib kelgandim. Mana shu oldingdagi sandiqqa qo'y. Mana shumi? Ha, o'sha. Mayli. Ana. Qo'ydim janob ber. Yaxshi. Oyligiga keyingi safar qo'shib beraman. Mayli janob mer. Poliz ekinlarni ham berib keldik. Va endi qaranglar. Eski uyimga juda ham o'xshar ekan-da. Hoppa. Juda ham chotki. Mana bunday narsalar qo'yibdimi, yo'q payti. Mening uyim buzib tashlashdi va o'rniga mana shunday narsa qurishdi. Qaranglar, men kamarni ham sotib oldim. Hozir bir skeletlarning adabini berib kelaylik. Ana. Endi men skeletlardan ham qo'rqmayman.
Kimni öldürsem ekanman bu bilan. Hozirchalik hech kim yo'q. Shuning uchun uyga solib qo'yamiz. Ana chotki. Mana bu yerda qarang. Menda daraja bor. Kamonimni sehrlab yuboraman. What the fuck? Sehrlab bo'lmas ekan. Mening qornim ham ochib ketdi. Poladagilarim jo'nab meniga topshirib keldim. Endi nima qilsam ekan? Yaxshi bir daraxt chopib kelaman. Mana bunda edi-ku. Qaranglar, mening maxfiy yerim bor. Hech kimga aytmaslar, ha? Ana. Va ana. Ko'ryapsizlarmi? Ana mening maxfiy yerim. Ana va mana chotki. Hozir bolta va qilichi va kirkan va lopatamni olib kerak bo'lishi mumkin va parkur hoppa parkur qilamiz va mana shu kuyni o'ldirib olamiz. Ana. Ana. Bunu ham. Ana. Menga yarim stak yetadi. Bu video qishloq hayotining 3-qismi. Qishloq hayotining 4-qismi chiqsinmi yoki chiqmasin? O'z joyiga ekib qo'yamiz. Ana hammasi chotki bo'lyapti. Mana buni ham chopamiz. Mana shu bilan yarim stak bo'lishi kerak. Va ana. Mana shuni ham chopib yuboramiz. Siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Va biz o'sha baladan o'tib ketishimiz kerak. Ana. Bu videoning 2 va 1-qismini ko'rmagan bo'lsangiz, kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Ana. 26 ta yetish kerak. Mana bu yerda kom bor edi, adashmasam. Assalomu alaykum, brat. Help me, please. What the fuck? Hozir kimni o'ldirib yubordi bu? Hozir o'zini yo'q qilib yuboraman hozir. Aka jon. Ma super, ma. What the fuck? Hozir galimekani yoyib yuboraman. Men super. Hozir galimekani. Galim bratchik.
Ne ki? Uçaşan mı ki? Birge bir ki. Güçlü mü sen? Ya ki güçsüz mü? Bir de 2'de 3'te. Hani keçi akıcan. Özümlük okey. Ana. Özümlük okey şu. Ana. Özümlük okey şu. Açıkta kalemler yok mu? Ve asta sekinlik bilan tushimizda temirlarni uxlatib yuboramiz. Ana. Qarang'u ham tushyapti. Uyga qarab parkur qilib uyga kiramiz. Hop parkur hop ana. Chunkilarda juda ham parkurchi bo'lib ketyapman. Yoshdak. Chotki. Ana. Hammasini qilib yuboramiz. Mana. Juda ham ko'p. Mana endi chiq qilib uxlab olamiz. Siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Biz tezroq birinchi bo'lishimiz kerak. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz katta rahmat. Bu videoning 5-qismi chiqsinmi yoki chiqmasinmi? Kommentariyaga tez yozib qoldiramiz. Mening kanalimni bloklashdi va men yangi kanal ochdim va shuning uchun biz tezroq qaytadan mingta bo'lishimiz kerak. Qadrli obunachilar, meni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz hech qachon bunday qilmang. Men o'zimning kanalimning nomini o'zgartirmadim. Bo'lmasa siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Xayr.